qabriston borligini bilasiz. Ro'ldamisiz yoki ro'lli yonidamisiz? Auzubillahi minash shaytonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Qul huvallohu ahad, Allohus somad, lam yalid va lam yulad va lam yakun lahu kufuwan ahad. Parvardigor mana shu o'qigan suramning savobini qabr egalariga hadoya qildim, oxiratlarini obod qilib, o'zing bularni mag'firat qilgin. Allohu akbar. Qisqagina to 500 metrgacha buni bemalol o'qib, bemalol duo qilishingiz mumkin. Rasululloh aytdilarki, o'sha qabristonda qancha mayyit yotgan bo'lsa, o'sha sura, Ixlos surasini o'qib duo qilganga o'shancha ajr savob beriladi degan. Nechta mayyit yotgan bo'lsa, uni siz bizlar sanob chiqa olmaymiz nechta mayitligini, lekin uni hisobi Allohning dargohida bor. Nechta mayit bo'lsa o'shancha ajrni o'sha qabriston yonidan o'tayotib qabr ahliga mag'firat so'ragan, istig'for so'ragan insonlarga dedilar.